Mana 3 farzandim yonimda, kasalligim uchun hatto o'polmayapman. Ushbu 3 yosh go'daklarni ko'ryapsizlarmi? Ularning otasini hayotini saqlab qolish aynan sizning qo'lingizda bo'lishi mumkin. Ushbu akamiz Farg'ona viloyati So'x tumanidan 15 yildan beri jigar sirrozi bilan og'rib keladi. Srochna Hindistonga olib borib operatsiya qildirish kerak, lekin operatsiyaga mablag'lari yetmaganligi uchun internetga chiqishga majbur bo'lishdi. O'zlari uydagi hamma narsasini sotib $15,000 mablag' yig'ishdi. Yana $10,000 yig'ishimiz kerak. 5,000 so'm, 10,000 so'm bilan hali hech kim boy yoki kambag'al bo'lib ketmagan. Lekin siz ehson qiladigan o'sha summa bitta odamning hayotini saqlab qolishi mumkin. 3 yosh go'daklarni otasiz qolmasligiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati So'x tumanidan bo'laman. 15 yildan beri serios kasal bilan nima qilyapman. Bir oydan beri больницада o'tyapman. Uydagi narsalarni hammasini sotdik, $15,000 bo'ldi. Yana yetmayapti. Iltimos, mana 3 farzandim uchun yordam qilinglar. Hindistonga borishim kerak. Yashashni xohlayman mana. 3 farzandim uchun yashashni xohlayman. Iltimos. İnternetga chiqdi, majbur bo'lib. Shu Hindistonga borish kerak. Mablag' yetmayapti. Iltimos, yordam beringlar.